Assalomu alaykum aziz dindoshlarim. Islom so'zi bo'ysunish, itoat qilish, taslim bo'lish ma'nolarini anglatib, Allohga va uning buyruqlariga itoat qilishni ifodalaydi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam poklik iymonning yarmidir deb aytganlar. Demak biz eng avvalo poklikka, tozalikka rioya qilishimiz kerak. Alloh taolo faqatgina unga ibodat qilishimiz uchun bizlarni yaratdi. Har bir musulmon har kuni 5 mahal namoz o'qishi kerak. Bu farzdir. Iymonimiz mustahkamlanishi uchun biz doimo kitob o'qib turishimiz kerak. Ilm olishimiz kerak va Qur'oni Karimni tilovat qilishimiz kerak. Bizning yagona maqsadimiz bu Alloh taoloning roziligiga erishish. Islom dini ajratmaydi, aksincha birlashtiradi. Islom butun hayotimizni tartibga soladi.